Bugun dunyo 3 ga bo'linadi, chunki Unwanted Voice 3 ga bo'linyapti. Mana birinchi para Mehga qarshi. Qarshi. Meh bilan Ali birinchi para, ikkinchisi men bilan Jahon, uchinchisi Javlonbek bilan Anvarbek. 3 ta paradan bittasi bugun 6 million so'mga sanab olib ketadi. Zadaniyani tez tushuntirib o'taman. Unaqa qiyin hech nima yo'q. Kim ko'proq Toshkent bo'ylab futbolning varataga gol urib chiqish. Farqi yo'q. Lyuboy varata. Varatalarni 3 ta darajaga bo'lib chiqamiz. Birinchisi 3 ball beriladi. Bu Lyuboy maktab poylasi. Короче, standart bo'lmagan kichkina poyla. U yoqdagi ana 5 metrli varata bo'ladimi, kichkina paragvayskiy varata bo'ladimi, farqi yo'q. Bunga 3 ball olamiz. Endi 11 ga 11 stadionga gol ursanglar, 7 metrli varataga bu 5 ochko. Endi 30 ochkoli. 30 ochkoli. Lyuboy Superligani anaqa stadionni varatasiga gol urish yoki shu 3000 dan ko'proq bo'lgan tribunasi bor stadionga gol urish. Bu naqd 30 ochko. Xohlaganingizga, xohlasanglar borib Navbahorga borib kelinglar. 4 soat vaqtimiz bor. Video davomida 3 ta zadaniyani 3 ta pari ham bajarish shart. Bu birinchisi Cherisga gol urish kerak. Sheriga podacha qiladi, bitta bola gol uradi. Ikkinchisi Lyuboy bitta begona odamga ham gol urdirasizlar. Uchinchisi perikladina bilan gol urish. Hammaga omad. Videoni boshladik. 4 soat vaqt. Rovna 16:30 lokatsiya belgilaymiz. Bunyodkor va G'ofur G'ulom tarafda stayankasi bor. O'shda ko'rishamiz. 16:30. Kechikkan bo'ldi, yutqizdi. Boya necha ball dedim, esimda yo'q. Mana birinchi darajaga bu 3 ball, ikkinchisi 7 ball. Boya bilmadim, 5 dedimmi? Ha, 7. Superliga bu 30 ball. Hozir birinchi lokatsiyalarni cho'tkitib olishimiz kerak. Chunki hozir o'ylanib qolsak, ko'p vaqt ketib qoladi. Iloji boricha lokatsiyalar bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Bitta ideyam bor. Katta stadionga ko'p vaqt ketkazgandan ko'ra, bu kichkina stadionlarni tez-tez urgan yaxshi. Bilasizlarmi nima bo'pti? Kim tezroq Chilonzor metroga borish bo'pti birinchisi? Shunaqadan. Hozir hamma Bunyodkorga ketadi. Birinchi Paxtakorga borib, keyin Jarga boramiz, keyin ko'ramiz. Da, vaziyat qaraymiz. Vaziyatga qaraymiz. Assalomu alaykum Sardor aka, yaxshimisiz, tuzumsiz? Va alaykum assalom. Men Muhammad Aliman. Dubl deysiz. Taniysiz? Yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz, tinchsiz? Mana bolalar biz birinchi lokatsiyadamiz. Embu Start, Ko'rosti tribunalar bilan. 30 ochkoni hozir uramiz. Ketdi. Xullas, ba'zi o'yinlardan oldin mana jo'lar bilan o'yinlardan oldin Xushnudlar bilan kelib shu yerda tromka qilardik. O'shaning uchun bolalar trenirovka qilinglar, har xil stadionlarga boringlar. Bu sizlarning foydalariga baribir ham ishlaydi qachondir. Birinchisi bor mana, bismillah. Let's go. Shu lokatsiyani o'zida mana kichkina stadion keldi. Endi zadaniyamiz bor edi, Cherisga urish, o'shani ham ko'ramiz shu yerda. Yaxshi. Yaxshi. Birinchisi. Bu yana 5 ochko degan. 3. Xullas endi ikkinchi polga keldik. Men miniga. Hozir shu yerda boshqa bir zadaniya bajaramiz, patlanka. Saperniklarimiz juda ham kuchli bizani. Qani patlanka, bittadan bitta. Voy, domma. Bilan. Tururman, olib kelib turaman, tezkor. Da! Bo'ldi, ketdi. Mana bu ofisda yashaganmiz. Har magazinga chiqqanda mana bu yerda poyla bor, bolalar o'ynaydi. Shu yerda hozir bitta Cheris gol urib borsak, yaxshi bo'lib ketadi. Sirasi Cherisdan boshlaymiz. Bolalar shunda 1 minut. Bolalar shunda bitta gol urib olsin, Cheris urish kerak shu yerdan. Gol! Ketdik bu. Vamos. Bo'ldi, ketdik. Necha ochko? Bilmayman, Cherisga 30 mi? Yo'q, bu prosta zadaniya bajarilishi kerak. Qochin eng asosiysi normalniy ochildi. Hozir Cherisga bo'ldi, zadaniyani bajardik. Bittaga o'xshadi. Hozir dalchi bosib tashlaymiz. Bolalar mana o'sha birinchi poyla bor. Alohida urish kim yo'q, bitta odam ursa bo'ldi. Bitta-bittadan urib ko'ramiz. Bitta-bittadan uramiz, davay. Davay. 7 ochko, men bilan 14 ochko. Davay. Mana, mana, bolalar varata mana. Varata, bu ham varata, yoshligimizda shunday o'sganmiz. Davay, mana ur. Hoppa. Voy, bilan qo'ysan. Mana. Bu ham 7 ga hisoblanadi. O'zingizlar kommentga yozib olinglar. Varata bu ham. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli. Yaxshimisiz? Mana shu varatalarni 2 minutga mamtga olib kirib, gol urib olsak bo'ladimi? Bo'ldi, rahmat aka. Voy, bolalar, mana bu yerda kichkina varata ham bor. Varata ham bor ekan, mana. Ikkita mana. Ikkita mana, davay. 21 уже bor. Ketdi, ko'tar. O'sha tashuving hozir. Ketyapti-da, yo'l-yo'lakay kichkina stadionlar bor ekan, shu yerga ham kirib ochko ishlab ketamiz. 1 minutga shundoq qaraoring, iltimos. Aka, shunda ochib yubordik, gol urib bera olasizmi? Video otuvdik-da. Keling. Bizda 3 ta zadaniya bor edi, ikkitasini bajardik, oxirgisi degan odam gol urishdi. Keling aka. Shunda urib bersangiz bo'ldi. Shundoq varataga teping bo'ldi. Bo'ldi. Gap yo'q aka. Rahmat. Mabodoga mana biz ham urib qo'yamiz. Agar
Bolalar mana naryodga poliyaga hozir anu biratan gol urib berdilar. Bu ikkinchi poliyasiga o'tamiz-da. Mana olib ko'rsat, o'rtada ikkinchi poliyaligini. Ikkinchi poliyasiga o'tib, bu yoqqa ham gol urib qo'yamiz, bu ham ochko. Eng muhimi 3 ta zadaniya ham bajarildi. Let's get it. Всё, yana 3 ochko bor. Hop, ketdimi? Yaxshi. Bo'ldi, ber, ketdi. Bitta odam gol urishi ham zadaniya bajarildi, ketdi. Yopiqda bu yoq. Qana boshib o'tasan? Mana qorovul o'tiribdi aytdi. Qani? Mana savob ishni har kim har kuni qilish kerak deyapti. Qani soqqorov? Soq qorovul? Qorovul. Nariroqda. Ushlangan ekan lekin. Hozir shu bunyodkor yo'lida stadiondan terib chiqamizda, maktablar bor yoqda. Как раз anaqada. Nima deyiladi? Gagarin haykal tarafda. Mahmudjonning maktabiga keldik bolalar, legendarniy maktab. O'zimkidan chiqib bu yoqqa kelardim men. Ketdik. Men Jahon o'zing tako jivatga yetib kel. Mana. Rus maktab baribir yoqda kim tanimaydi. Gol. Ketdik. Aka, men sizga Instagram подписанman. Yo'q. От души, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Bo'ldimi? Ketdik. Xo'p do'stlar, Paxtakor yonidagi tejatsiga keldik. Bu yoqda o'yin bo'lyapti. Lekin yonidagi kichkina poliyaga uramiz. Yo'q, maxa. Kichkinaga urmaysan, qaranglar. Maxa. Nu tushasan, tez urib yuborasan, tushunding? Davay, maxa. Birinchi urib. Yur. Yaxshi kirdi. Ko'rdinglar, kirdi. Mana Mana ursan. Birinchisi. Olib kel, maxa, olib kel. Yotqil, mana ber. Oka, qarang. Mana. Varata. Yotqizilganda ham varata bu. Faqat teskari machasi. Ha, 3. Hop, 3 7 bo'ldi. Bu kichkina yo'q, ana kattasi bor ekan. Mana. Aning urdingmi? Bir xilmi, bir xil emasmi? Bir xil. Ha, bir xil ekan. Bir xil. Mana qaranglar, 2 xil varata. 2 xil varata ekan. 2 xil varata, mana. Hisoblab olsam, maxa. Ha. Mana. Urildi. Mana urildi. Bo'ldi mana. Qo'y. Tez urib tasha. Hop. 3. Davay. 3 bu yoqda ham 6. Ber. Urmam, katta ekan bu. Mana urdim. Mana bu katta varata. Uje. Davay. 3. Mana 1. Mana 2. Chelsiga polada mana. Ko'rdingizmi? Polada. Mana Polada mana. Mana Pola ichida mana. Ol. 7 bu ham. 7 mana. Qo'y mana bunga. Yaxshi bo'ldi mana. Kirmadi demasiz. 7 dan ha 12 36 bu yoqda 21. Bolalar mana bizda 3-zadaniyani ham bajaryapmiz. Begona odam gol urib beradi, bo'ldi, davay. Всё, красава. Bizga просто biz o'zimiz kira olmadik, частный shkola ekan, o'shanga chetdan turib tepib turamizda. Xullas, boyaga bratga teptirgan hisob emas. Mana bu yerda bolaga aniq hisob qor. Как раз mana uraverdim naryoqda. Shu zadaniya bajarildi. Zadaniya bajarildi. Maxa, davay. Kirg'izasan, ma. Da, ber. Yoshlikda shunaqa vartada o'ynaganmiz. Mana. Oppa mana. Qoch. Bitta parang. Voy, bo'ldi. Voy, nech xil. Nech xil varata bu yoqda, hisoblaymiz hozir. Mana bundan Ha, boshla. 1. Bor. Ber kattaga emas olaman. to'g'rilar. Bila da. Bila. Mana shu etilganda pul Soldim. deyildir, boya. Yo'q, bu boshqacha. To'g'rimi? Biz Mana bu mana hisoblanadi. Ko'p necha mana bu katta? bir xil. Kichkina po'la bu standart emas-ku. Mana yana 3. Перекладинani shu yerda qilib qo'yamizmi? Hech bir kiladini. Перекладинada golli. Voy, Jahon. Voy. Bular. Kirdi. Barda ko'ramiz. Kirdi, ketdi. Davay. Ketdi onasi. Kirdi. Mana bitta savol qiynayapti bolalar. Hozir nega biz перекладинani aytdik, kichkina martaba foydalamadik? Ha, mayli. Voy. Ketdi, oshib tushamiz. Mana sizlarga katta harata. Bizga juda katta ball beradi. Otor ur. Bu 3. Qara, ichkarida varata menga qarab turibdi, o'shanga hisob. Gol. Na, qushlar qo'rqsin. Sekin, ey bilay. Hoppa. Yavalga o'xshab yerlar. Ketdi. Dalniga. Yo'q, hammasiga urib chiqamiz. Hammasi bir xil-ku. Yo'q.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizlar? Ket. Kimdir gapirsa hal qilamiz. Sol. Men hisoblayman. 3 ochko. Va 7 ya bu yoqdagilar. Tez. 7. Aka shunga kirib gol urib olsak bo'ladi. Yuboramiz-da sal. Voyja. Jo'g'an aytdi, ko'k turibdi. Jo'g'an. Chiqishing bo'ldi. Xo'sh, bo'ldi. Ketdi hisob chiqaramiz. Indamaydi. Nima desa, paxtakor prezident. Paxtakor prezidentning jiyaniman. Isroilov. Sol. Gol. Sol. Sen chiroyli yugurib yurmaysan. Gol. Videolari ham bor, Jo'g'an. Ketdi. Xo'p, do'stlar, mana jarga keldi. Jar imba bo'lib turibdi ekan. Ketib ichkari kiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaxshimisiz aka? Do'stlar, bizda birinchi shart bu Chelsiga gol urish kerak edi. Hozir men patacha qilaman. Ali Chelsiga gol urish Yo, kerak. sen bu yoqdan qilasan. Ha, bu yoqdan qilaymi? Ha, chiqardim. Day, ket, nakat. Da. Voy, to'g'riga. Qiyman bunaqa. Davay, Ali. O, ideal. Voy, urish kerak, Ali. Ali urish kerak. Ideal, imba. Yaxshi. Ketdik. Men hozir tushib ketdim endi. Hech kim bilish kerak emas bu narsani. Ali, bo'la qop. Nima gaplar? Jarda biza gol urdik 30+. Bolalar hozirgina 30 ballni urdik. 30 ball. Yaxshi, birinchi 30 ketdi. Ashi. Bolalar biza mana Ovod stadioniga keldik. Bu yoqda katta 7 metrli varata bor, kichkinaroq standartniy 5 metrli varata bor, и mini polyani 2-2 varatasi bor. Hozir bizda o'shanda 7 ochko и plus 6 ochko bo'ladi. Necha bo'ladi? 13. Xullas, 13 ochko qoladi. Davay, ketdik. bitta ochko mana. Первый. И mana ikkinchi sahna. Ha, xullas, mabodoga mana yana bitta. 14. Mamichi? Bu ham standartniy 3 xil razmerdagi varata. Bo'ldi, ur. Bo'ldi. Ma. Mejikar ishlamayapti. Hayron. O ishladi. Ol ketdi, men boshlab beraman. Ketdimi? Mashina urib yuborsam bilmadim. Voy. Alaykum. Bo'ldi, ketdik. Abdujabbor yugur. Qoch, mana bu yoqda yur. Chilonzorda jackpot turdik. Voy, bunyodkor bor u hali. Hozir bolalar bunyodkorda terib chiqqan ochkoni. No, biz hali bunyodkorga bormadik, shunisi bor. Ovqatga. Bunyodkor bo'ldi. Bolalar mana Oqtepa stadioniga yetib bu Pro Liga o'yinida bu yoqdagi har bitta golimiz 7 balli bo'ladi. Mana. Hop, mana ketdi. Davay. Уже 14. Ketdi, yuring oxiriga. Urildi. Xo'p, bolalar, hozir biz ikkinchi shartni bajaramiz. Ikkinchi shart 10 metrdan perkalini tekkizib gol bo'lishi kerak. 11 metrdan qilamiz bu ishni. Davay. Optimal. Va, unaqa tepma. Davay. Qatlay bor deylar, sir bo'lmasa. Da. Oy, malades. Ideal kirdi, ko'rdinglar. 3 ta shtanga ham cho'zdim. Uchinchisi nereal kirdi. Ur, yaxshi, 6-si. Ona, opa, chotdingni yo, yaxshi. Yana bitta mini stadion, 3 ochkoni olib ketaveramiz. Xullas, hozir Tajiyevga keldik. Mana bu darvoza ochuvligi bu bitta tema, endi Tajiyev ochuvi mumkin, bu ikkinchi masala, hozir ko'ramiz. Bittasiga bor mana gol, 7. Katta varataga gol mana, 7. O'sha stadiondagi 3-standartniy varataga gol mana. Paragvay ekan bor ekan. Mana bu ham 7. Hop. O'taylik. Mana Yaxshi, 7. let's get. Nechta? 5 ta 7 bo'ldi. Hozir sizga qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin aka? Biz kiramiz, aytib chiqib ketamiz. Bu sizga qanaqa gap so'z bo'ladi? Syomka qo'yibdi deydi. Yo'q, kim ko'radi? Uni postoyanniga bo'lamiz. Kimdan so'ralgan deydi. Kimdan? Shetdan chiqqanmiz-ku. Taniydik bizni. O'shani bir oz aytib qo'yaylik.
Kimga aytaylik shuni? Kimga? Istoriya olishim kerak. Shu yerda ichkarida anaqada kichkina poliyada. Bunyodkor Ha, poliyaning ichiga ham kirib o'tirmaymiz biz. Biz kanalimiz sportni rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Prosta bunyodkoriga kirib, masalan, любой время hozirgi bemalol kirib chiqa oladigan odamlar hozir mana endi borini gapirib, hozircha syomkaga 5 minutlik ishimiz, mana bu katta stadionga kirmaymiz. Borini tushuntirsak, sразу mumkin emas. Nimaga? Boshqa payt любой odam kirib chiqib yuraveradi-da o'zi. Chista hozir qo'limizdagi kamerani ko'rib, ana qo'rovlar mana qilib qoldi-da. Bolalar, bu reklama emas, o'tkazib yubormanglar. Tezligi bitta qiziq informatsiyani berib o'tib ketamiz. Kutilmaganida shu yakshanba kuni, ya'ni 7-dekabr biz Kings Liga formatida Jarri mini stadionida Brook Boys bilan o'ynaymiz. O'shaning uchun hammani stadionda kutib qolamiz. 7-dekabr soat 15:00 Anointed Boys Brook Boys Kings Liga formati bu narsani o'tkazib yubormanglar. Stadionga kirish tekin onasini ham sizni kutamiz. Let's go. Xo'p do'stlar, Paxtakor 79 ga keldi. Yoshlik o'tgan bo'la, hozir bu ham normal ball ishlab olamiz. Xo'p, birinchi 3 balli. 3 emas. 7 bu qanaqa u? 7 bu. Bo'la. Voy, отлично. Do'stlar, bizda hozir 3-shartdan bajarildi bo'ldi. Shart hammasini bajardik. Mana edit keladigan joyi. Davay. Ay, bilan qish ketib qopti. Chetda turuvdi poylarimiz, olib kelganimiz yo'q. Davay. 7 bal hisoblanadi bu. Bu birinchisi mana. Ikkinchisi mana. Mana bunga ham urildi mana. Razmer boshqacha ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, mana ketdi kirdi. Mana buni razmeri boshqacharoq, bu mininiki. Mag'rur 6-si bu. 6. Mana ham mana ko'rdinglar. Bu vashchi boshqa. Qalin mana, kattasi. Og'ir bu. Davay. 7 mana. 7 davay. Ko'ryapsizlar razmerda. Hozircha 7 savatda ko'rdik. Mana 8-simi? Razmeri vashchi boshqacha. Davay. 8 mana bo'ldi. Bolalar biz mana yana bitta katta stadiondamiz. Tribunasini bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham bor, nari tarafda ham bor. Katta stadion, bu Lokomotiv transportniy instituti poliyasi. Bola tezligi hozir aniq qilamiz. Bo'la tromka qotgan ekan, bitta kichkina vartani so'rab turibmiz. Bot ko'ramiz, mana ko'rasizlar. Katta stadion, bu yerda vishkalar ham o'ynagan, o'shaning uchun davay, anor uroq. Yes. 30 ochko bor. Bitta mini stadionga mana 3. Yana bitta miniga 3 mana. Ketdi. Общий bu yoqda hozir biz 66 ochko olib ketyapmiz. Voy, bo'lib ketadi hozir. Mana. Yugurib kattaga yugurib borsam. 3 bor. 3. Gol. Yana 7 bor. Bor tezlik urib kelaver, Jahon. Kim nima deydi? Yoki Donnoziki. Kim nima deydi? Sekin burchakdan borasan. Tenderlar ham o'tiribdi. Hey, ketamiz bo'ldi. Donnoziki, xohlasang ur. Keta. Donnoziki. Da. Chigal boz. To'xtab tur. Ule. Qopdan tashiysan. 9 ga mana. Men tanimayman-da, men tanimayman. Akkuratni. 3 ta bal bor. Xo'p do'stlar, biz mana hozir biz legendarniy poliyaga keldik. Massiv bu yoqda ham normalniy bal olib chiqib ketamiz, chunki hamma so'ylar, zemlaklar mana shu yerda. Davay, ber. Yaxshi. Birinchisi bor. Oppa! Ber. 5-si. Bax, ochil. 5-si. Oppa! Yaxshi. Oppa. Mana 7. Yaxshi. 7 ta gol. O'shani poliyaning yonida. Oppa. 8-si. Razmeri ham vashchi boshqacha. Razmerni ko'rsanglar bo'ladi, umuman boshqa mana. Analar bilan vaqt boshqa. Oxirgi varata, bu 9-varata. Po'ylani tashqarisi degan, birosti buni olish iloji yo'q. Iloji yo'q-da. Miniki bu, miniki. Qonun qoidada mumkin edi. Da. Davay. 9 ta urdik mana. 27 bal normalniy. Mana ikkita daraxtdon. Mana ikkita. Mana. Yoshligimizda shunaqa joy bo'lsa bo'ladi. Hamma yoq varata, bu yoq varata. Mana 3 ta va 4 ta. 3 mana. Ur qo'yib. Va qo'l bilan urmang. Ay bala. Tep qo'y. Va, qaytara olmadim. Qaytarsam hisoblamasdik. Bolalar bu narsalarni hisoblamaymiz. Prosta prikol uchun. Tushunasizlar degan umiddaman. Bolalar va nihoyat bu lokatsiyadagi 10-varata mana. Xo'p do'stlar, bizda 10 ta varata edi. Hozir 2 ta varata ham ko'rmay qolmiz, chekada turibdi ekan. Mana ikkasi har xil mana. Ramkasidan bilsanglar bo'ladi mana. Mana ramkasi mana bunaqa, mana bundagi chiriqroq.
Ya'ni bu hammasi haqqoniy, hammasi legal. Boshqalar bilan solishtirsanglar ham ancha farqi bor. Juda katta farqi bor mana. Dali. Siz 11 12. Bo'ldi, tugatdi. Xo'p, bolalar mana endi bilmayman boshqa gruppalar zalga kirganmi yo'qmi? Bu onda zalga ham biz kirishga ushbet qildik va 3 ball bo'lsa ham olamiz. Hech bo'lmasa. Da. Hozir biz Ozarbayjonskiydamiz. Adashmasam 2 xil anaqa varata bor bo'ldi. Bular ham 7 ochko yuradi, chunki katta poli. Kiramiz, hozir golni shaqillatamiz. Yo'lga. Birinchisi. Tepur gapirmasdan voy. Ikkinchi razmerli varata. Anaqa kichikroq. Kichkina varata. Bo'ldi. Katta 11-11 stadionda 4 xil varata bor, 7 tadan. Ketdi. Sen mana gap yo'q, hozir Qorolga kirdik. 2 minutda chiqamiz aka. Prosta gol urib chiqaylik dedik, so'rab ham o'tirishmadi. Shuning uchun bu yoqdan biz uglovoydan uramiz. Desam, yo'q, kerak emas, vaqt yo'qotmaylik-da. Mana shu tiqib yuboraylik. Yaxshi. Varatdan surab chiqamiz. Sol masjidga Jahon kirib bor bo'la. Yo'q, hey! Ketdi zamoqda. Shuni gol urib olsak bo'ladimi? Tung. Tars. Tars. 9 ball. Birinchisi. To'g'ri ekan. Go. Voy. Bla. Ana. Ketdi. Bu yerda bitta ham yurar ekanmiz. Ha, bu boshqa ekan, ha. Sergeli poliga keldik. Mana Joni bilan Mexga bu poliga kirish mumkin emas ekan. Shuning uchun ketdik darslikdan. Xullas bolalar hozir biz massiv polasiga keldik. Lishni gap so'zsiz, o'sha vaqt 1 soatdan sal ko'proq 1 soat 10 minut vaqtimiz qoldi. Ikkinchi varata. Ketdi mana bu yerda 3 xil razmerdagi kichkina Paragvay varatalari ham bor ekan. Mana bittasi. Mana ikkinchisi. Mana bunisi boshqacha razmeri. Mana 3 ta. Mana hozir 150 ta ekanmiz. Hozir kirib shu yerda ham gollarni urib ketamiz. Vallahi yana plus 3 ochko. Endi ketdik. Sergeli bo'ylab hamma stadionga. Qani yana qayerda stadion bor? Shu yerdagi stadionlarga urib chiqish kerak bo'ldi, vaqtdan bo'lib qoldi. Naryoqga kechikib borsak, uje hech nima yordam bermaydi, yutqizadi deydi. Bizda bolalar mana bunyodkorga ketyapmiz, uje riskovat qilyapmiz. Boramiz, hozir o'zim kirishga harakat qilib ko'raman agar islom kirmaydigan bo'lsa. Hozir Sergelida ham ko'p bolalar bor edi, lekin hozir riskovat qilmadik, to'g'risi. U Sergelida edi. Chunki bolalar kirib qo'ygan deb o'ylayapmiz deb bunyodkorga. Bitta juda katta ball bor hozir. Pole ko'p, varata ko'p. Lekin uni terib chiqsak-chi agar. Uni terib chiqsang. 100% yutdik. G'alaba bizniki bo'ladi lekin. Hozir 16 minut vaqt qoldi. Nima bo'lyapti Jahon? Yugurish kerak bunyodkorga. Mashqqa qaytib kelish kerak ekan. Ha, do'stlar bunyodkorga kirdik. Hozir Maltaga bashta bo'lib ketishimiz kerak. Oqtepa stadioniga keldik. Shunday yo'l nariyovetida u ham. O'shanda bitta lokatsiyada ikkita polani urib ketamiz. Go. 3 minut qoldi aka. 3 minut. Rovna 4,5 gaplashdik, rovna 4,5 yig'ilamiz. Bo'lmasam ishtirokchi hisoblanmaydi deb aytdi. Shunaqa dedingmi? Bo'ldi, 4,5 dan o'tdi, bolalar xavf bo'lmaysizlar. Bu yoqqa chesting. Chesting bular kechikib keldi. To'g'ri, Lekin kechikib Biz kurashamiz oxirigacha. Xafa bo'lmaysizlar. Mujik bo'linglar. Yo'q, qo'y gaplashganimizni aytdi, brat. 4,5 da rovna Mana men bo'lasizlar. Islomga telefon qildim 4,5 da. Chiqib ketayotgandim. Aytdim, Islom nechida borish kerak? Prosta yo'l probka. U ko'mikmas. 4,5 da bu menga aytdi, rovna. Kechib kelmadik. Yopishmoqchimizni aytinglar. Ha, bu pravila-yu. qonun bo'yicha to'g'risi. Yo'q, qonun bo'yicha hozir bular parod qildi, lekin bu yoqda hozir shuncha soatli mehnat ketyapti. Shuncha soatli mehnat ketyapti. Hozir hisoblaymiz bir xil. 20% shtraf qilinadi-da. Masalan, ikkita g'olibni ham aniq qo'raveramiz. Prosta bu yoqda mehnat ketyapti, men chaqirganman-da. Hozir hisoblaymiz 3 kishinikini ham. Mabodo Ali bilan Mexi paras yutsa, o'sha 80% prizovoy oladi. No, undan tashqari ikkinchi o'rindagini biz g'olib deb hisoblaymiz, chunki bu yoqda vaqt bo'yicha qonun bor. Bu degani bizda ikkitaga men prizovoyga majbur bo'laman. 3-o'rinni 267 ball bilan Javala
Mayli, 400 bo'lardi. 400 bo'lardi boru. Mikrofon. 400 bo'lardi. 400. Ay, gapirgan ekan. Ashalam qopdi boru. Mana shu yerdan o'tdik boru. Mana shu yerdan u nariyogacha kirib chiqamizmi degan xayol bilan to'g'riga o'tib ketdik. Men to'g'risini aytaman, hozir tushunib olasizlar bu yo'g'iga. Hozir tushunib olasizlar bu yo'g'iga. Rosti. Javob bunaqa asabiylashishga sabab yo'q ekan. O, takoy. Real. Chunki ikkinchi o'rinni 326 ball bilan biz oldik va g'olib 520 ball bilan men bular olishdi. Gap yo'q. Gap yo'q. 3 minut ichida ko'rsatsan, jahon ketgan ekansan. Shunaqa. Ay, mana 3 minut. Lekin hozir ikkini olganimizda ikkita prizovoy bo'lardi-yu. Bir bilan ikki. Yo'q, shunaqa tomoni bor, lekin hozir qaranglar, men ko'rdim bu narsani, ochiqchasi aytaman, bu yo'g'iga 20% shtraf degandim-ku. Hozir bu yoqda 326 ga 520 bo'lyapti. O'shaning uchun men chista 3 minut ichida 150 ball qanaqa yig'ib olish mumkinligini tushunmayapman. G'oliblar dastoyni yutdi deb o'ylayman, bu prizovoyni olishadi. И также bu yoqda men endi по-любому prizovoy olmayman, но Jahon ham как g'olibdek o'sha prizovoy yarmini oladi. Bir hafta ichida shu videoda 25000 like yig'sanglar, biz boshqa viloyatga borib, xuddi shu sostav bilan o'sha 4 soat 5 soat ichida boshqa viloyatda qilamiz. Tayyormisizlar? Qaysi viloyat bo'pti? Kommentga yozinglar. Farg'ona. Qoraqalpog'iston. Farg'ona. Bo'pti, kommentga yozinglar. Kommentda eng ko'p qaysi viloyat kommentida like ko'p yig'ilsa, o'shga biz boramiz. Lekin u uchun 25000 like ham yig'ish kerak. Hammaga rahmat.